Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bugünden işini başlaysan degandingiz kelaverdim. Kechirasiz. Siz kimlar gaplashyapsiz? Shu siraga qo'riqchilikka kelmoqchi edim. Boshlagandim. Ha, qo'riqchilikka. Ha, va'da bo'yicha keldik. Ahanaga. Ha. Yo'q, aka endi bizni ishlashingizni oldin siz bilan kelishib gaplashib olishimiz kerak. Bizga baquvvat yigitlar kerak. Bizim mijozlarimiz injiqroq, ba'zida janjal bo'lib qoladi, ba'zidan ovqatlanib bo'lgandan keyin ham o'tiraveradiganlari bor. O'shalarni tashqariga olib chiqib qo'yish kerak bo'ladi ba'zida. Shuning uchun baquvvat bizga ishongan yigitlar kerakda. Men sizni tushundim. Tushundim. Kuchingiz yetadimi? Unaqa Mana bizga haligi ko'ngilchan odam kerak emas. Ya men o'zi ko'rinishim ko'ngilchan bo'lgani bilan men birovni avaylaydigan odam emasman. Ben unaqa birovni avaylab o'tirmayman, men ko'rinishim ko'ngilchan. Shu bitta nima, meni oylik maoshim qancha belgilanadi, shuni bilsam bo'ldi, ishni boshlayman hozirdan. Endi oylik maoshingiz xo'jayin bilan gaplashish kerak-da. Xo'jayingiz qayerda? Hozir olib chiqib tashlab yubordi o'sha xo'jayin.